Avvalambor barchangizga assalomu alaykum azizlar. Meni ismim Nuriddin Fathullo. Meni asosiy kasbim yoki asosiy bilimim звукорежиссёрlik, ovoz operatori. Где-то 2013-yildan beri shug'ullanib kelaman. Professional darajagacha yetdim demayman. O'zimni birikta qilgan ishlarim bu, ular kengga surib qo'yamiz. Mana oldinlari ajoyib bir YouTube'da loyiham bo'lardi, ya'ni studiya bo'ylab degan loyiham bo'lardi. Studiyalarga borib, har xil ijodkorlardan savoliga javob olib, bir ikki savollar berib kelardik. Xuddi shu rubrikamni davom ettirishga qaror qildim va birinchi bo'lib o'zimni hamshaharim Navo studiyasi, ya'ni O'lmasbek ukamizni uyiga qarab yo'l oldik va hozir ulardan qisqa savollarga javob olamiz. Bu qisqa obzor bo'ladi azizlar, qisqa obzor bo'ladi. Yana mana bir ajoyib loyiham bor. Endi studiya boshlaganlar yo endi studiyaga qiziqish bildirayotganlar bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Biz sizlarni studiyangizga ham borib mehmon bo'lib, nafaqat mehmon, sizni kompyuteringizni hamma programmalar bilan to'ldirib berib, svedeniya proyekti, aranjirovka proyekti barchasini noldan o'rgatib berib kelamiz. Buning uchun mana shu raqamlarga aloqaga chiqsangiz sizga tushuntirib olishadi. Demak, bizlar ketdik. Xullas, mana hozir birinchi mehmonimiz o'zimni ham yurtim, ham shaharim, ham anchadan beri taniyman, anchadan beri birga ijod qilgan joyimiz ham bo'lgan Navo studiyaning rahbari O'lmasbek. Bejon, joningiz sog'mi? Mazalaringiz yo'qmi? Xudoga shukr. Ana hozir studiya bo'ylab loyiham bor, bilasan. Oldin YouTube'ga bir ishlagan edi, keyin ishlamay ketdi ayrim sabablarga ko'ra. Hozir shu loyihani talashni davom ettiraman. Birinchi mehmon bo'lib san oldinga keldim. Qisqa savollar beraman. Shu ijoding haqida, o'zing haqida bir qisqa ma'lumot berib o'tasan. Birinchi o'zing haqida ma'lumot berib o't, odamlarga baribir qiziq bo'ladi. Qanday yo'nalishga boshlagansan? Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim O'lmas. 2022-yildan beri где-то shu soha bo'yicha studiya sohasi bilan shug'ullanaman. Ovoz yozish, melodiya qilish, svedeniya, masteringlar bilan shug'ullanaman. Mana O'lmas 5 yil bo'ldi, adashmasam boshlagan. Chista 5 yil. Mana shu 5 yilning ichiga mana o'zingga olganingni olding, masalan. Shunday. Kim yaxshi, kim yomon ko'rib bo'lgansan. Shunday. Endi ochiqroq gaplashaveramiz, chunki men aytdimki, boya ham rubrikam shunaqa, faqat savol-javob bo'ladi. Men o'zimni qo'limdan nima kelishimni maqtash uchun kelmaganman. Men prosta shu kasbni egasi, masalan, san studiyangmi? San studiyangga qanday talablaring bo'ladi hofizlarga? Shularni bilish uchun kelaman. Hozir birinchi savolim senga. Shogird olish niyating bormi yo'qmi? Shogird aka hali o'ylab ko'rganim yo'q. Planingi yo'q. Yo'q. O'zi qara. Ikkinchi savolim, endi ikkinchi savolga o'taman. Qisqa vaqtimiz oz. O'lmas. O'zingni qilgan ishlardan eng yaxshisini Begzod Usmonovnikini aytding, ya'ni cover yo'nalishida asrasin o'sha. Aranjirovka o'sha gitara bilan chalib nima qilishdi. Va aranjirovkasigacha san qilding, svediniyasiga. Svediniyasigacha ovoz o'sha. Demak, shu qo'shiq bor hozir kompyuteringga. Shu qo'shiqdan eshitirasan. Shu qo'shiqni eshitirasan hozir. Undan keyin sirazi studiyang bo'yicha savol-javobga o'tib ketaman. Shu bilan vaqtimiz ham oz, yakunlaymiz. Rozi bo'lsang, marhamat, anaqa qilish mumkin qo'shiq. Xato qilib hayotning sharobu zahrini ichdim, ravon yo'llari qolib, tikan zorini kechdim, kulib boqmadi taqdir, azobga bag'rim ochdim. Demak, shu coverda hozir svedeniya, aranjirovka svedeniya, ovoz svedeniyasini ishlading-a? Shunday, hammasi. Yaxshi. To'g'risi, ancha o'sish borligini sezilsa bo'ladi bittada. Chunki men oldin ham ishlaganman, aytganimdek, haqiqatdan ancha shu 5 yillik opiti endi ochilibdi. Shunday. Endi uka qara, yana qisqagina savolga o'tay, vaqt oz dedim. Nimaga aynan Kerka Rocket 8 ga o'tding? Menga hozircha shu yo'qda aka. Yana bundan ham zo'r kolonkalar, monitorlar bor. Endi nasib bo'lsa, keyinchalik olaman bundan ham. Niyating bor. Bor, vokallari. Endi звуковой kartani mana ko'raman. Hozir M-audio, M-track, adashmasam. M-track. Xo'p, kompressor DBX 280. O'lmas, suhbat uchun rahmat. To'g'ri, qisqagina vaqtga suhbat qildik. Juda qisqa vaqt. Bu prosta men aytdimki, hali boshlanishi, bu men undan asosan ko'rmayapman. Hali prosta studiya bo'ylab loyihamni bir rubrikasi bu. Prosta savol-javob rubrikasi. Hali darslik yo proyektlar yo aranjirovka svedeniya haqida u alohida videolar bo'ladi, O'lmasjon. Hali kelaman uni oldiga.
Rahmat uka, taklif Mayli uchun. aka, sog' bo'linglar. Taklifni qabul qilganing uchun rahmat senga. Azizlar, hozir yana aytib o'taman. Navo studiyasida biza O'lmasjon ukamiz oldiga kelganmiz. Hozir qo'ldan kelgancha qisqagina obzor qilib berdilar studiyalarini. Bizni kuzatishda davom eting. Kimda qanaqa qo'shimcha savollar bo'lsa, men nomer qoldiraman. O'lmasdan studiya raqamini, nick name'ini qoldiraman. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol o'ziga yuzlanasizlar. Studiya bo'ylab savol bo'lsa, bemalol Oni Records 3-7 Instagram orqali bog'lanishingiz mumkin. Barchaga rahmat.